Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Veko Minecraft. Bugungi videomizda Minecraftda hali o'zbek YouTube'da bo'lmagan Entity 303 tarixi haqida gaplashamiz. Biz bugun u haqida 5 ta eng mashhur afsonalar va 25 ta eng zo'r faktlarni, hech kim bilmagan faktlarni aytib o'taman. Unda biz birinchi afsonaga o'tamiz. Afsonaning nomi Mojangning sobiq ishchisi. Entity 303 afsonasiga ko'ra, u Mojang kompaniyasidan ishdan bo'shatilgan xodim bo'lib, Minecraftdan qasos olish uchun Minecraft kodini buzgan va Minecraftga sirli mavjudot qo'shgan. Mavjudotni esa Entity 303 deb nomlagan. 2. Herobrine bilan raqobat. Ko'pchilikning fikriga ko'ra, Entity 303 Herobrinedan ham xavfliroq. Ba'zilar ularni bir-biriga dushman, boshqalar esa hamkor deb hisoblaydi. Men ham ularni hamkor deb hisoblayman, chunki ular o'tgan videoyimda ham aytganman, ular bitta komandada bor. Ya'ni Herobrine Team jamoat tarixida. Ular o'sha videoyimda aytib o'tganman. Unda biz do'stlar keyingi afsonamizga o'tamiz. 3-afsona dasturiy virus kabi deb nomlanar ekan. Entity 303 o'zining serverlariga skachat qilib, butun fayllarni yo'q qilishi yoki o'yinchilarni o'ldirish qobiliyatlariga ega deb hisoblanadi. Men endi sharhlayman. Entity 303 serverlarga o'zini skachat qiladi. Keyin har xil o'yinchilarni o'ldiradi, bazalarni bo'q qiladi. Imperiya bazalarni portlatib tashlaydi, sizlarga hujum qilib o'ynashga qo'ymaydi va sizlarni serverdan otib olib, Minecraftlarni bloklab, kompyuteringlarga virus kirgizib yuboradi. Shunaqa maqsadda aytilgan gap. Zo'r. Mana do'stlar, biz 4-afsonaga ham yetib keldik. 4-afsonamizning nomi jonli dunyoga chiqqan. Ba'zi afsonalarda aytilishicha, Entity 303 o'zini haqiqiy dunyoda ham ko'rsatgan yuzini. O'yinchilar monitorda qora figuraning ko'rinishini ko'rganlarini aytishadi. Bu Mojang anaqasi direktori Notuch buni eshitgandan keyin Entity 303 ya'ni o'sha sobiq Mojang anaqasini ishchisini rosa qidirgan, lekin kompyuterdan u haqidagi ma'lumotlar hamma narsalar o'chib ketgan bo'lgan. Shu bilan Notuch Entity 303 oldida hech nima qila olmay qolgan. 5-afsonamiz bo'lsa paranormal hodisalar. O'yinchilar Entity 303 ni ko'ringan serverlarda avtomatik ravishda o'chayotgan mashinalar, yozuvlar paydo bo'lishi, g'alati tovushlar va o'zgarayotgan tuzilmalar va eng qo'rqinchlisi chatda faqat bitta gapni ko'rishgan. Chatda faqat bitta gap yozilgan edi. Bitta o'yinchi aytishi bo'yicha. Bu yerda faqat tilak tilang deb yozilgan edi. Tilak tilang yozuv qayta yozib chiqib, keyin uni kompyuterdan otib olgan. O'sha yozuv chiqayotganda agar men bo'lganimda iPhone 6 olib ber derdim. Montaj yaxshiroq qilardim deymanda. Biz faktlarga o'tamiz. 5 ta afsona tugadi. Shu bilan faktlarni boshladim men. Tayyormisizlar? Like bosib qo'yinglar. Birinchi fakt. Entity 303 urban legend, ya'ni fanatlar tomonidan yaratilgan afsona deb tan olingan, lekin u afsona emas, hayotda ham bor. Ikkinchi fakt. İlk bor 2013-yilda Reddit saytida paydo bo'lgan. U qora kiyim va kapushon kiygan, ko'zlari qip-qizil rangda bo'lgan xavfli mavjudot. 4. Uning ismi kompyuter xatoligi kodi Error Code 303 dan ilhomlangan. 5. Ko'plab fanatlar uni Minecraftning shaytoni deb atashadi. U Minecraft shaytoni bo'lishi mumkin, chunki Minecraftda Nether do'zax deyiladi va Entity 303 makoni ham do'zax, ya'ni Nether. Entity 303 ni ko'rganlar o'z dunyosidagi g'alati fayllar va yozuvlar paydo bo'lganini aytishadi. 7-fakt. Ba'zi YouTube videolarda Entity 303 ni chaqirish marosimlari ko'rsatilgan. 8. Mojang hech qachon Entity 303 ni rasmiy tarzda tan olmagan. 9. Uning haqidagi hikoyalar Reddit, YouTube va Minecraft forumlarida keng tarqalgan. Qiziq. 10. Entity 303
Entity 303 ni ko'rganlarning kompyuterlari o'z-o'zidan o'chib yongan deb da'vo qilinadi. Ba'zilar uni mkpack patchet orqali kiradi deb hisoblashadi. Hop, mkpack patchet nimaligini bilmaganlar uchun bu Minecraft yangilangan. Har xil obnovleniyalar bo'lganda u patch yangilangan. Har xil funksiyalar to'g'rilangan yana bitta Minecraft hisoblanadi u. Hop, 12-fakt. Entity 303 haqida o'yin modlar ham yaratilgan. 13-fakt. U faqat tungi paytda ko'rinadi degan afsona mavjud. 14. Entity 303 ni ko'rishdan oldin osmonda qora bloklar paydo bo'ladi deyishadi. Qora bloklar junmi, bitummi, asfaltmi, xudo biladi endi uni. 15. U sirli yozuvlar va belgilar orqali signal beradi. 16. Server log fayllarda sirli IP manzillar qoldiradi degan mishmishlar bor. U IP manzillarga yozgan odamlar bo'lsa, izsiz yo'qolishadi. Juda ham qiziq. 17-fakt. Entity 303 ni chaqirish uchun maxsus atlar qurish aytiladi. Ba'zi krep saytlarda atlar nimaligini bilmaganlar uchun har xil inshootlar. Hop, 18. Ko'plab o'yinchilar uni ko'rgandan so'ng dunyosi buzilib ketganini bildirgan. Juda ham qiziq bu ham. 19. Entity 303 haqida fanfiktlar yozilgan har xil hikoyalar degani bu. Qiziq. Super. 20-fakt. Ba'zi teoriya bo'yicha, ya'ni afsona bo'yicha Entity 303 AI sun'iy intellekt bo'lib, Minecraft ichida o'zicha yashaydi degan mishmishlar bor. Sun'iy intellekt nimaligini bilmaganlar uchun ChatGPTga o'xshagan narsalar. 21. U teleportatsiya qilish qobiliyatiga ega. 22-fakt. O'yinchilarning xotirasidagi joylarni o'chirib tashlaydigan holatlar kuzatilgan. U nimaligini bilmaganlar uchun kompyuterda xotira joyi bo'ladi, shularni o'chirib tashlagan bo'ladi. Hop. 23-fakt. Entity 303 ba'zi o'yinchilar Discord yoki email orqali qo'rqitgan degan mishmishlar mavjud ekan. Discord va email nimaligini bilmaydigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Email hamma biladi, Discord bu tanishuvlar saytiga o'xshaydigan narsa. Har xil geymerlar bir-biri bilan butun dunyo orasida suhbatlashadigan sayt. 24-fakt. Ba'zi hujumlar faqat survival rejimda yuz beradi. Menga kreativda ham hujum qilgan tushimda. Hop, 25-fakt. Entity 303 ko'p hollarda lavalar, g'aroyib blok joylashuvi va o'zgargan moblar bilan birga ko'rinadi. Ya'ni Endermanni boshida, Ender Dragon'ni boshi, xullas. Shunaqa g'alati moblar bilan ko'rinadi deyshadi. Yana do'stlar, sizlarga bitta narsa iltimos qilmoqchiman. Bizani maqsadimiz aprel oxirigacha 1000 ta obuna, ayog'i 500 ta obunachi. Shuning uchun iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar va albatta kommentariy yozib qo'yinglar. Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda video ma'lumotlari, har xil modlar va ajoyib survival rejimda o'ynaladigan narsalar bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi videomiz tugadi.